Assalomu alaykum. Hurmatli chorvasevar chorvadorlar. Bugungi video roligimizda Andijon viloyati Marhamat tumanidagi uy sharoitidagi fermamizdan olib boryapmiz mana. Qirg'iziston parvoda buqalari. Video chiqarganimga 15 kun bo'libdi. Har 15 kunda chiqarib turaman dedim. Buqalarda o'zgarganini ko'rib baho berasizlar. O'zgargan bo'lsa kommentariyaga yozib bitasizlar akalar. Bu ikkala katta shved buqamiz. Buyog'i mana Qirg'iziston parvoda buqalari. O'zgarishlari yaxshi bo'lyapti, xudo xolasa. Yeyishlari o'ta zo'r. O'zgarishlari ham yaxshi. Ana o'xrasa fombob bo'lib turdi o'zi ham. Ana akalar o'zgargan bo'lsa o'zgardi deb like bosib kommentariyaga yozib qo'yasizlar. 15 kunlik rezultat. 15 kun oldin ham chiqardim. Ustilarni jinni yomon qilish bo'lyapti, to'g'mi? Oxirgi buqamiz, mana shu buqamiz jinda o'zgarish sekinroq bo'lyapti. Nimadan bo'lishi mumkin? Bilganlar kommentariyaga yozib olinglar, iltimos. She'rlarga qaraganda jinda sekinroq o'zgaryapti lekin. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, mana shularning bo'ylari 1.35 dan jinda oshiqroq, 1.35 shunaqa. Mana shularning bo'yi mana bunisi bo'yi jinda bakarroq lekin 1.30 kelib bo'lsa kerak. Bunisiki balandroq, 1.35 shunaqa. Ular 140 dan keladi. Ular hali ariq, bular turadi picha. Yemni ham yalatmayapti. 4 kilo yeyapti erta kecha bo'lib. Bu 600 kilolik buqalar uchun 4 kilo yalatma hisobda. Bu ham shunaqa, bu ham yosh, bu yosh hali bo'zek. Bu sigirimiz. Old tomondan ko'rsatay. Abitki suvlarini ichishdi mana. Hozir endi yotishadi, yana dam olib kechgacha. 2 mahalliy rejimda qaraladi. Ertaman soat 8:30 da 8 dan 8:30 gacha qaraladi. Kech payt 5 dan 5:30 gacha qaraladi. 1 da suv beriladi. Ana bu qola bo'yinlari chiqib, xudo xolasa o'zgarishga zo'r ko'z tegmasin. Mana oralig'i ustundan bitta mol turadigan joy 1.20 ga qo'yilgan. Ha, bitta mol turgan joy 1.18, 1.20 dan. Mana shetdan shetgacha 1.20. Mana kelar bularda ham yelkalari ochilib. Mana yaxshi o'zgarmayotgan buqamiz. O'zgaryapti, shunday sekinroq o'zgaryapti nimagadir. Mana akalar. Ko'rib o'zlaring baho berasizlar. O'zgargan bo'lsa o'zgardi deb ketasizlar kommentariyaga. Mana Greyford buqamiz. Qirg'iziston parvodagi Greyford gibrid. Shohli variantidan, lekin o'zgarishi zo'r ekan. Yeyishi ham zo'r, o'zgarishi ham zo'r ekan. Qolamiz mana shular pashti yetilib qoldi, yana bir oy buyog'ida tayyor bo'lib qolsa kerak, xudo xolasa. Qolamiz tri vazni 500 kilo ustida, xudo xolasa. 520, 530, 550 ga qadar chiqib bo'lsa kerak. Mana shu 500 kilo kelib qolsa kerak. 480, 500 kilo o'tgan safar men adashibman, jinda pastroq ekan, 500 kilo deb aytib o'ribman. Shu 500 kilodan 5-10 kilo kamroq bo'lishi mumkin. Bu
o'zga mana shunaqa 500 kiloni atrofi jinda ustirog'ida. Bu 600 kilo kelib qolsa kerak. Mana ham shu 580, 550 shunaqa kelib qolsa kerak. O'zi bu oyoq qo'li lekin o'ta uzun. Hali 1,5 yashar ham bo'lmadi. Bu uzoq turadi, xudo xolasa ko'rsatib turaman. Rezultatni o'zlaring ko'rib turasizlar. Ular yalatma yem yeyapti. Bular shu 5 kilo yog'bag'i yeyapti, 5 kilo, 5,5 kilo xudo xolasa. Orqasidan yana bir ko'rsataman. Shved buqamiz mana. Tagiga ahamiyat bermaysizlar, bugun olingan yo'q. Gunglari. Shu mol turadigan joyimiz shu oxirdan Mashlatuvgacha 210 cm. 210 cm bo'lar ekan, o'zi zakonniy bo'lar ekan. Chekkasi turar ekan, o'zi mana shu katta buqalarimiz chichganda ashu latovni ichiga tushadi, pryamoy. Yo'q, qirg'oqqa tushadi, yo'q latovni ichiga tushadi, tay toza turar ekan. Endi bunaqa yomon qo'rmas ekan. Ular kichkina buqalarga nisbatan. Mana shu buqamiz ham o'zgarishi zo'r bo'lyapti, ko'z tegmasin. Mana akalar orqa tomondan ko'rinishi. Mana akalar. Mana shu yerda mana shu qizil buqamiz ham shu 500 kiloning ustida to'shni. 550 ga borib qoldi. 550 ga bormasa ham 500 kiloni to'shni ustida. Mana qora buqamiz borsa kerak, bilinmaydi endi yana. Bu xom taxmin. Balkim borib qolar 500 kilo, 600, 550 kiloga. Balkim bormas. Bu buqamizni taxmin qilishdan bilmayapman, necha kilo, jinni o'zgarish sekin bo'lyapti. O'zgarish bo'lyapti, bo'lmayapti bas, jinni sekinroq. Shuni ukol dorisini nima qilish kerakligini bilganlar akalar iltimos aytib yuboringlar. Qirg'iziston buqasi bu ham. Ichida chiqib qolar ekan shunaqasi ham endi. O'zimiz yoshligidan boqib katta qilganmiz, katta bo'lishi, o'zgarishi zo'r bo'ldi-yu, shu semirishga kelganda jinni oqsayapti. Bu sheriklardan orqada qolib ketib qolyapti. Bu bo'yinlari chiqib, bu ham ancha yaxshi bo'lib qoldi. Rezultat bulardaqa emasda baribir. Bulardaqa bo'lmayapti rezultat. Mana akalar. Ustlari yelkalari ochilib, xudo xolasa zo'r bo'lyapti. Buqamiz chiqqan teri buqamiz. Bo'yini pakarrog'i, lekin yo'g'onligi eng yo'g'oni mana shu. Dumba solishni boshladi, xudo xolasa. Akalar. Asa fumbob bo'lib turdi o'zi ham. Jinni bor lekin hali bularga. Qirg'iziston buqalari shunisi qiziqdim, bo'yindor bo'lar ekan. Bo'yni o'ta go'zal chiqar ekan. Mana shu haqiqiy mana shu rasmdagi o Yevropalardagi buqalarga o'xshab chiqar ekan bo'yini. Mashalloh baslar. O'zimiz shvedlar, bular o'sadigan narsalar. Bunisi tish buzgan. Endi bulardan keyin xudo xolasa mashinga shig'aymiz. Shu 6 oy tursa bo'lsa kerak bir 8 kilo yog'da. 8 kilo 9 kilolik bo'lib qoladi. Akalar. Video roligimizga yakun yasaymiz. Xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsizlar. Har 15 kunda xudo xolsa chiqarib turamiz. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.